Barchaga assalomu alaykum. Agrotexnika bozori va fermerlar uz kanalining hurmatli obunachilari, bugungi apparatlarimiz Class Markant 55 markalari va 65 markalari hisoblanadi. Xo'sh, video boshlanishidan oldin mana shu video ostiga bir dona like bosib qo'ysangiz, kanalimiz uchun hissa qo'shgan hisoblanasiz. Qani videoni boshladik. Birinchi ko'rsatadigan apparatimiz Class Markant 55 marka hisoblanadi. Yevropadan kelgan, O'zbekistonda ishlamagan, yaqinda kelgan. Xo'sh, ichlarini ko'rib turibsizlar, a'lo darajada apparatimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 15 ming so'm albatta kelishtirib beriladi. Yo'llarini ham ko'rsatamiz. Xo'sh, jabri ham qo'shib berilgan. Ya'ni zapchastlar qo'shib berilgan. Bo'lsa bo'ladi, narxi 15 ming kelishtirib beramiz. Marhamat, pastdagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling do'stlar. Xo'sh, navbatdagi apparatimiz Class Markant 55 marka hisoblanadi. Yevropadan kelgan, O'zbekistonda ishlamagan, yaqinda kelgan. Xo'sh, buni ham ichini ko'rsatamiz. Apparatimiz zavodskoy a'lo darajada. Chutchilari ham original. Olasiz, ishlatasiz. Buni narxi 14 ming kelishtirib beramiz. Ko'rsatamiz bunda. Hamma yog'i zo'r. Eski birinchi qo'l. Xo'sh, ekrandagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling do'stlar. Xo'sh, navbatdagi apparatimiz ham 55 marka hisoblanadi, ya'ni perechkaga otib beradigan uskunasi ham bor. Shuni ham polniy obzor qilamiz. Yevropadan kelgan, O'zbekistonda umuman ishlamagan apparatlar. Xo'sh, ichini ko'rsatamiz. Wow, zavodskoy. Majoyi zavodskoy. Ko'rib turibsizlar. O'zbekistonda ishlamagan, olib kelamiz va sotamiz. Mana telechkaga otib beradi. Bu yoqdan telechkaga ulanadi. O'sha telechka pritsepga otib beradigan uskunasi ham bor. Ishlata olsanglar, ishlatsanglar bo'ladi. Olib qolisanglar, olib tashlab, oddiy prostoy qilsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, buni narxi 19 ming kelishtirib beriladi. Marhamat, ekrandagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling do'stlar. Xo'sh, navbatdagi apparatimiz Class Markant 65 marka hisoblanadi. Holati ideal darajada, yaqinda kelgan apparatlar, yangi partiyaniki. Xo'sh, buni ham ko'rsatamiz. Ishlari mana zavodskoy apparat. Hamma yog'i tiniq. Ko'rsanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 18 ming kelishtirib beriladi. Marhamat, ekrandagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling. Xo'sh, navbatdagi apparatimiz Class Markant 55 marka hisoblanadi. Bu ham yangi partiya, yaqinda kelgan. Ichini ko'rsatamiz. Zavodskoy. Ichilari ham hamma yog'i zavod apparat. Xo'sh, buni narxi 13,5 ming kelishtirib beriladi. Marhamat, ekrandagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling do'stlar. Xo'sh, navbatdagi apparatimiz Class Markant 65 marka hisoblanadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Ichini ko'rsatamiz. Zavodskoy. Chutchilarigacha hamma yog'i zavod. Yevropada ishlagan, O'zbekistonda ishlamagan apparatlar. Xo'sh, buni narxi 17 ming kelishtirib beriladi. Marhamat, ekrandagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling. Navbatdagi apparatimiz Class Markant 55 marka. Yevropada ishlagan, O'zbekistonda ishlamagan. Ishlarni ham ko'rsatamiz. Sela bo'ladi. Ham holati zo'r, yaxshi. Buni narxi 12 ming kelishtirib beriladi. Marhamat, ekrandagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling do'stlar. Xo'sh, videoni boshdan oxirigacha ko'rganlarga hammaga rahmat.